birge jiyiluu mine şu mecliske bizge balalar bilen şöyle yaş bu bilen şöyle çünkü her bir kılgan gamelimiz ol indi mine teşip ayanıp da söyleyiniz betinde dilimizni, dinimizni, medeniyetimizni, tarihimizni, hareketlerimizni saklawa hem bayıtuwa şuna yetiyor. Ol bizning qo'lda hozir. Bizning qo'limizda. Mana dersini aytganda, haligini aytib aytganda qo'ldan chiqimlarga yaramaydi. Şu hesaptan bugungi kunda endi bolalarni tarbiyaloo men şuşu yo'nalishda şuşunun qadrini bilib, o'zimiz endi tariximizda ko'p narsa ko'rganmiz sizlar bilan. Bik muhim deb sanayman. Mana bir tarix ilanamiz hozir. Ko'p bizlarda dersini aytganda mendi programmalarda bilan bolalarni o'qitalar, ish o'qiylar. Ko'pgina dersini aytganda o'ylanasiz ayollar ko'p. Agarda Bulg'or tarixi biz sizni bilan bolalarga onu rivojlanish Maradosh endi derslarni boshqasi inshaalloh ko'rgan kerak. Mana endi shu tugatlarda Milliy Majlis ish turgan yerda bolalarni omonasidan qoldiradi. Bu Silabenda vaqt fiskiri bu. Mana shu bir qatlovli bilgiler şartlar var. Bolalarning yaş çağında dersini aytganda hislerinde başarılı bolalar yetişadi. Buni o'zingizga bu javob chunki mana shuni shun ko'nglimdan chunki tariximda dersini aytganda uzgan bir siyosatda ishlab uzoq yillar mana endi ishonib keldi, uning vaqti keldi. Bu Alloh taoladan berilgan bir bo'lak bo'ldi. Buni shu ko'rdim. Mana bu ishlamasa ishdir. Biz mana shu olamiz. Shu olamiz. Agarda istanash deydi, Bulg'orda tag'in bir şartlar tug'ilsa, biz onda yıl sayın her tübekten balalarını alıp gelip yegi tanıtılar vaktinde bütün şartlarını tug'dirib, şunda orunda silep, kursiyetip, buna onun yılında bulgan İslam dinine karışıklığa ilgili işte koyduğu. Ol bir kursiyet olacakta. Başka türlü kalsa, ol teşekkür etmeli olan ömür boyu bizden de matematik ettirip, başka tribunlardan şimdi bütün tanışırlar. Bu zor değil, bu hıyal, bunun için işliyor. Her tübekte, Allah bilse, matematik uylap, kanikular vaktinde, yeni kanikular vaktinde alıp gelip şartlar buluruz. Anlatılan mümkünlüklerimiz var. O da sindirip kalacak. Şuna göre ben endi telefondan sizlere müracaat etip bu bilen yolda sağlık. Dersini aytganda her vaqt tarixa sizning e'tibor ham kişi ko'rsatmalar menga kerak bo'ladi. Bütün yer Tatar Kongresi'ne Uziro'nun işi cevaplı hem de diğeri başkanının şanımız. Ama bizge matematik tarafında biz işlemesek şu, bitirimiz birge. Bunun bahasını biz işledik. Bu birinci klasdan, ikinci klasdan faydalı oturup, ansı dersliklerine getirdiler, onlarından da başarılı ettiler. Bunu alıp gelip üstlenip anlattılar. Buna aytasım ki Bulg'or şehirinin onu saklı durgan ilk şuraya bulabilir. Значит, балкlar земляные и, значит, деревья, которые посажены, они сохранились. Вот это сыграло огромную роль, когда рассматривали ЮНЕСКО.
что, оказывается, мы, люди, значит, способны веками беречь материальное наследие. Это нам здорово обещать. Мы иногда вот смотрим, как бы внимание не очень обращаем, а ведь фактически то, что было, значит, как город был окружен валом и посадками, они сохранились. Biz dersine aytganda ilk e'tiborga bersak yaxshiroq, u g'ajab bir sug'urishlayapti. Bu tigi siyosatgina tug'ildigina tug'il, mening aytganda turizmga tug'il, tüpten taraf. Şunda o'ringa olib borib ko'rsatdik bolalarga. Shunga ko'ra endi mening darsimga aytganda bu ishga shu chaqli nechik deb aytayinde buldirasi keladi. Buldirasi keladi, barimizni da buldirasimiz keladi. Biz yova olimlarni ешқана qo'llanamiz, masshtabli, zo'r masshtabli ishlarda da buni bizga ishlarga kerak. Var bunda. Konstitusiya aytdik, Konstitutsiyada aytdik, bu bek muhim. Mana Riyad Farisning bugun endi baytam she'rlar aytildi. Avtorlar yozgan she'rlarini da siyladilar. Mana bizning millatimizning yozuvchisining javoblari turida sizning bilan bugungi kunda yirik ravishda mana shu siyosatni bizning milliy majlisining tuziluvining 30 yilligini bayram etib 30 yil ishlab ana darsimga aytganda tilmamkin ma'nosini boyitamiz ekan. Biz aytaylik, biz qiyoqamiz. Biz sizin bilan buzdaqda fidakar hem qo'rqib chiqasiz. Bundan bu bahada qo'rqmaslik kerak. Chunki biz shunday. Biz tutilsak, aytamiz bitindi, biz buldiramiz, yo'q bardag'ini chiqqan. Durust tugul, aytib tugul. O'zimizga ishonamiz. Biz shunday ishlamasak, kim ishlaydi? Men sizga aytdim, bir shu yillarda agarda Tatariston deklaratsiya qabul etib itmagan bo'lsa, Rossiya qabul etgandan so'ng, Rossiya qabul etdi, ilda huquqlari bo'lmadi. Yetmaganga Rossiya Federatsiyasina. Biz qabul etdik deklaratsiyani birinchilardan bo'lib, bizni huquq yetmaganga biz darsimga aytganda shu chaqli produksiya berib, e'tibor ekonomikaga, respublika, boshqa tabaqalarga andan bular endi milliy siyosatni olib borishga o'zgartirdi endi. Millataridan javobchiligi da zo'r bo'ldi. Realistlarga qolganmiz. No, shunday shirda keskin vaqtda shunday turib ishlamagan bo'lsa, o'zimizga javobchi olmagan bo'lsa, Rossiya bilan birinchi dogovor tuzildi. Zo'ramalar bilasiz, ishtirib bilasiz. Bütün xalq Qozon shahri kun-tun demonstratsiyada erkinlik izlashi so'rab. Mana endi kimlarga kelib qoramadi, kimlarga kelib ko'rmadi, aytasiz kelajakdan da, boshqadan da tarix. Ana bular keskin burish vaqtlari shu chaqda darsimga aytganda oyoq aql bilan ishitib, tamomı 4-bo'likda bizning qo'limizdan keladi.